Ko'pchilik aytadi, nima uchun mashina haydamaysiz deb. Germaniyada mana bunaqa imkoniyatlar bo'lgani uchun mashina kerak bo'lmaydi. Vatanimizni haydovchilik guvohnomasi Germaniyaga kelganingizdan keyin 6 oygacha o'tadi. 6 oydan keyin Germaniyani o'zini qonun qoidalari bo'yicha imtihonlarni topshirib, guvohnoma olishingizga to'g'ri keladi. Imtihon o'zimizning mamlakatimizda 2 xil bo'ladi: og'zaki va amaliy. Og'zakisidan o'tish qiyin emas, ko'pchilik o'tishga qiynalmaydi, lekin amaliysi biroz qiyin. Qiyinligini sababi shuki, bizni O'zbekistonimizdagi yo'llarda bajarishimiz shart bo'lmagan ba'zi bir holatlar bu yerda bajarilishi shart ekan. Shuning uchun O'zbekistonda ancha yillik mashina haydab kelgan haydovchilarimiz ham biroz amaliyda qiynalib qolishadi. Germaniyada mashina haydash uchun yana qiziq fakt. Ba'zilar yozib turishadi menga, nima uchun mashina sotib olmaysiz? Mashinalar Germaniyada juda ham arzon-ku. Ha, Germaniyada mashinalarni arzon narxga topsa bo'ladi. Lekin meni ko'rish qobiliyatim 60% bo'lganligi sababli bu yerda kamida agar ko'rish qobiliyatingiz 70% bo'lmasa, haydovchilik guvohnomasini olish mumkin emas.